Snake Game'ni hamma biladi. O'sha iloncha chiqadi. Keyin random joydan bitta olmacha chiqadi yoki qanaqadir ovqat chiqadi. Yurib borib topib ovqatni yesa, snake kattalashadi. Devorlarga urilish mumkin emas, o'ziga urilib ketish mumkin emas. Xullas, hamma biladi. Oddiygina kichkina o'yincha. Birinchi stream uchun, birinchi loyihamiz uchun menimcha to'g'ri keladi. Yana nima? U alohida graphical user interface bo'lmaydi. Mana shu terminalni o'zida yozamiz. Mana shu yerda run qilib, mana shu yerni o'zida o'ynaydigan kichkina o'yincha qilamiz. Shuning uchun ham terminalni boshqara oladigan bizga qanaqadir yordam kerak, library kerak. Chunki hamma narsani o'zimiz yozsak, ancha vaqtimiz ketib qoladi. Men ozgina research qilib ko'rdim. Mana bu yerda cross term degan cross term degan library bor ekan. Ko'rgan o'qishinglar mumkin. Cross term terminal manipulation library terminal deb o'qilaman, hayronman. O'zbekchasi terminal. Terminal manipulation library. Ya'ni Rust yordamida terminalni har xil narsalar qilishga yordam beradigan library. Masalan, nimanidir print qilishimiz mumkin, shu ilonchani chizishimiz mumkin va hokazo. Mana shu bibliotekadan foydalanib biz o'zimizning o'yinchamizni yozishimiz mumkin. Cloud Code yoki kursorda ishlamaymizmi? Hozircha yo'q. Hozircha o'zimiz yozishga harakat qilamiz. Z dan foydalanib. HHKB haqida ham ozgina gapiring. Taassurotlar qanday? HHKB mana ko'rinyaptimi? Ya'ni juda chiroyli. Sal g'alati sizlarga ko'rinishi mumkin. Qani meni kameram? Chunki harflarni yozuvi yo'q. Klaviaturada hammasi o'sha muscle memory deydi. Muscle memory orqali qilinadi. Keyin yana chekkaga e'tibor bersanglar, arrowlar yo'q. Pastga, tepaga, o'ngga degan narsalar yo'q. Uni Vmotionga bind qilib qo'yganman. Mana bu qaysi bo'ladi bular? KJL yana nimadir. O'shalarga bind qilib qo'yganman. Pastga tushish kerak bo'lsa o'shalarni bosaman. Tak. Sog'lig'im zo'r, rahmat. Kamtarligingizga juda havasim keladi. Siz bilan Telegram guruhimizdagi bitta ikkitasi qo'shilmagan bo'lardi. Kamtar degan gapingizga. Lekin rahmat. Demak, mana bu cross term bibliotekasi bilan ozgina tanishib chiqamiz. Mana har xil komandalar bor. Mana yashirish mumkin, ko'rsatish mumkin kursorni, move to row, move to column, har xil joylarga kursorni qimirlatish mumkin. Bu juda ham muhim, to'g'rimi? Chunki ilonimiz qimirlaganda ana shu pozitsiyaga kursorimizni qimirlatib, keyin yangi pozitsiyaga almashtirishimiz kerak. Mana shu komandalarni almashtiramiz. Event juda muhim, chunki foydalanuvchidan biz input olishimiz kerak. Ya'ni o'sha tepa, pastga, o'ngga, chapga degan knopkalarni bosganda biz uni o'qib olib, qaysi knopkani bosganiga asoslanib ilonni pozitsiyasini o'zgartirishimiz kerak. Tak, style muhim bo'ladi, chunki kerakli narsalarni har xil ranglarda qilsak chiroyliroq chiqadi va hokazo. Kodimiz yozayotganimizda aniqroq bo'ladi bu narsa. Hozir shunchaki qarash foydasi yo'q. Yana bu yerda eng muhim narsa bu yerda biz std_out ga yozamiz, io std_out ga yozamiz, chunki biz terminalga chiqarmoqchimiz. Terminalga yozish uchun std_out dan foydalanishimiz kerak. Mana bu yerda execute degan komanda bor. Ana shu execute dan biz ko'p foydalanamiz. Uni qulayroq variant sifatida makro yozib qo'yishgan. Buni endi Rustni bilmaydiganlar sal tushunmasligi mumkin, lekin bu funksiya deb qabul qilishinglar mumkin. Mana execute degan makro. Makro degani o'sha funksiya mana undov belgisi bilan ajralib turadi. Unga std_out bilan
birorta komandani berib yuborsanglar, ana shu std outni ustida ana shu komandani bajaradi. Konseptualni bu juda oson. Tagiga qarasak, kodini tagiga qarasak, mana shu execute undoq belgisi makrosi kattaroq bo'lgan funksiyaga aylanadi keyinchalik. Faqat u bizga ko'rinmaydi, bizga ko'rinishi shart emas. U prosta o'sha kattaroq funksiyani yozib o'tirmasligimiz uchun hammasini kichiraytirib shunaqa makro qilib qo'yishgan. Aytganimdek, yozganimiz sari aniqlashib boradi. Tak, endi sizlar nomiga yordam berib olishinglar kerak. Snake Games'ni nomiga nima deb nom qo'yamiz? Savollarga keyinroq javob beraman, chunki hozir live codingni boshlab yubordik. Live codingdan keyin alohida sessiya qilamiz, Q&A yoki AMA. O'shanda har bitta savolga alohida to'xtalib o'taman. Iloji bo'lsa hozir iloji boricha anaqa qilinglar. Bo'layotgan kontentga aloqasi bor savollar, mulohazalar qilsak yaxshi bo'ladi. Aytganimdek, keyinchalik Q&A ham qilamiz. 1,5 soatlardan keyin, 1 soat 1,5 soatlardan keyin. Iloncha, chuvalchang. Uzun-a, chuvalchang. Menga iloncha ko'proq yoqyapti. Rusty Snake. Sudral. Iloncha deb qo'ya qolaylik. Demak, Rustda birorta loyiha boshlash quyidagicha bo'ladi. Cargo deymiz, new deymiz. Umuman Rustni proyektlarni boshqarish Cargo orqali qilinadi. Paketlarni o'rnatish va hokazolar ham Cargo orqali qilinadi. Cargo new launcher deymiz. ls qiladigan bo'lsam, ichkariga kirib launcher deydigan bo'lsam, mana bizga qanaqadir fayllarni yaratib berdi. Bear proyektni yaratib berdi. Endi biz buni Z orqali ochishimiz mumkin. Tak, menimcha sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi hozir? Mana bu chap taraf ko'rinmayotgan bo'lsa kerak, lekin u chap taraf muhim emas. Asosiysi mana bu kod yozish qismi ko'rinsa bo'ldi. Source degan papkaning ichida main arraysni bizga yaratib berdi va biz buni yurg'izishimiz mumkin. Tak, men bu yoqda Z ni ochib, bu yoqqa chatni qo'yib qo'ysam yaxshiroq bo'ladi. Demak, yurg'izib ko'raylik. Yurg'izish quyidagicha. Cargo new deymiz, Cargo run deymiz. Mana o'sha mainning ichidagi hello world chiqdi. Demak, ishlasak bo'ladi. Tak, men streamga tayyorgarlik qilayotgan paytimda taxminan nodelarni bu yoqqa yozib qo'yganman. Shunga orada nodelarimga qarab turaman. Keyingi stepimiz nimaligini bilish uchun. Demak, birinchi o'rinda biz anaqani o'rnatishimiz kerak. Biz ishlatmoqchi bo'lgan cross-term bibliotekamizni o'rnatishimiz kerak. Versiyasini ko'rib olaman. 0.29.0. Buni Cargo tomolga kiramizda. Mana bu yerda dependencies bor. Mana shu yerga cross-term 0.29.0 deb yozsam va mana bu yerda cargo run desam, o'zi o'rnatish kerak avtomatik tarzda. Compile qilyapti. Mana kerakli bibliotekani o'rnatyapti. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Bizga kerakli bo'lgan biblioteka o'rnadi. Birinchi o'rinda biz o'yin maydonchasini chizib olsak yaxshi bo'ladi. Hali ilonchalarni chizishimizdan oldin. Mana bu yerda bir to'rtburchak o'yin maydonchasini chizaylik. Uning uchun nima qilamiz? Uning uchun mana bu yerda tepada birinchi ikkita konstanta yarata olaylik. Eni va bo'yi. Width deymiz. U 16 bo'lsin. Unsigned integer. Rustda hamma narsani type'ini yozib ketish kerak. Har doim ham yozish shart emas, lekin type bo'lishi shart. Ya'ni yozish shart emas, type bo'lishi shart degani ba'zida Rust o'zi mana bu yerdagi qiymatga qarab o'zi tushunib oladi. Lekin aytganimdek hamma yozayotgan variablelarimizni qanaqadir
type'ga bog'lab qo'yishimiz shart. Bu Python emas yoki PHP emas. Endi birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa aytganimdek o'sha to'rtburchakni chizib olish. Uning uchun birinchi o'rinda anaqani tozalab olishimiz kerak. Terminalni o'zini tozalab olishimiz kerak. Keraksiz xatlar tepada chiqib qolmasligi uchun. Uning uchun cross termni ichida ko'rganimizdek birinchi stdout-ni instansini yaratib olishimiz kerak. Demak yozamiz let stdout teng deymiz. Stdout io dan kelardi, adashmasam. Tepada import qilib olishimiz kerak. Use std io deymanda. Buning ichida std outni import qilaman. Tak. Bunday qilay. IO'ni ichidan keyinchalik yana anaqa qilaman, import qilaman. Shuning uchun IO'ni o'zini import qilmoqchiman. Va mana bu yerda self emas, IO std outdan instance ochib olaman. Bo'ldi. Anaqami yo'q, mana shunaqa ekan. Funksiya ekan, funksiyani chaqirishimiz kerak ekan. std outni ochdik, endi tozalab olamiz. Tozalab olish uchun cross termdan haligi makroni import qilib olamiz. Execute'ni ichiga biz std outni berib olishimiz kerak va qaysi komandani bajarish kerakligini aytishimiz kerak. Buning uchun biz kerakli komandlarni cross termni ichidan import qilib olishimiz kerak. Ko'pgina narsani import qilmoqchi bo'lsak, mana bunaqa curly braces deymiz. O'shalarni ochib olamiz va ichiga yozamiz. Birinchi o'rinda mana bu yerdagi execute'ni import qilamiz. Execute. Keyin bizga command naqalar kerak. Execute qilmoqchi bo'lgan komandlarimiz kerak. U terminal degan modulni ichida. Buning ichidan ham bir nechta narsani import qilmoqchimiz. Masalan, clear degan command kerak bizga. O'sha terminalni tozalab qo'yadi. Va clear qilishni type'lar bor. U type'lar clear type naqasini ichida. O'shani import qilib olamiz hozircha. Va mana bu yerga qaytamizda clear komandasini execute qil deymiz va clear komandni ichiga biz type'ini berib olishimiz kerak. Clear type all deyman. Va cursorni yashirib qo'yishimiz kerak, chunki terminalda cursor mana bunaqa qilib blink bo'lib turadi. Ana shu narsani olib tashlashimiz kerak. Uning uchun biz hide degan komandani berib olishimiz kerak execute'ni ichiga. Execute nima qiladi? Bu makro juda ham kuchli. Mana bu yerda xohlaganingizcha komandlarning ro'yxatini berib olsangiz, hammasini execute qilib beradi birma-ketin. Hype'ni ham mana bu yerda hide'ni ham import qilib olamiz. Shu yerdamidi hide? Bu yerda emas ekan. Hide qayerda edi? Cursorni ichida ekan, okey. Avtomatik qilib bersa bo'lardi. Hide. Va execute bizga result qaytaradi. Resultni biz tepaga propagate qilib olishimiz kerak. Uning uchun biz mana bu yerda main funksiyamiz rezultat qaytaradi deb aytib qo'yishimiz kerak. Rezultatning ichida hech narsa bo'lmaydi, chunki biz hech narsa qaytarmoqchi emasmiz. Shuning uchun mana bu yerni oxirida okay deb return qilsak, ishlaydi deb o'ylasam ishlamayapti. Mana bu yerdan narsamiz qolib ketibdi. Execute rezultat qaytaradi. Rastni zo'r tarafi shundaki, haligi rezultatni biz ya'ni rezultat nima degani? Yo success bo'ldi, yo error bo'ldi. Mana shu bergan komandamiz yo ishladi yoki qanaqadir error qaytardi degan data strukturasi. Rastni zo'r tarafi ana shu result degan qiymatni handle qilishga majbur qiladi. Boshqa tillarda exception qaytarsa ham handle qilishingiz shart emas. Natijada productiondagi kod birorta exception qaytarsa usha olmagan bo'lishingiz mumkin. Rust majburlaydi rezultatni handle qilishga. Mana qilib so'roq qilib qo'ysak, mana shu qaytgan agar mabodo rezultat qaytadigan bo'lsa, ana shuni tepaga qaytarib yubor degani. Tepaga qaytarib yubor degani mana mainni kim chaqirsa, ana shu yerda handle qil degani. Mainni biz cargo run orqali chaqiramiz. Natijada xato terminalga chiqishi kerak, panik bo'lib. Tak, mana bu yerda nima deyapti? Cannot mutate deyapti. Rustda yana bir yaxshi tarafi
default variablelar unmutable bo'ladi, ya'ni ularni o'zgartirish mumkin emas. Taxmin qilaman execute stdoutni o'zgartiradi, ya'ni tozalaydi, ichiga narsa nimadir yozadi. Shuning uchun ham uni mutable qilishing kerak deyapti. Shuning uchun uni mute deb aytib qo'yishim kerak. Ana tozalandi. Endi mana bu yerda deylik, hozir komment qilib turaman, draw board degan funksiya yozamiz. O'sha to'rt burchaklarni chizib beradi. U keyin bizga qanchadir vaqt mobaynida ko'rinib turish uchun mana bu yerda sleep sleep deyman va ichiga duration berib yuborishim kerak. Duration mana avtomatik o'zi import qilib berdi. Set duration ichida from seconds degan funksiya bor. Uni shuni chaqirib qo'ysam bo'ldi. Tak, endi mana bu drawboard degan funksiyani yozishimiz kerak. Drawboardni yozish uchun mana bu yerda definition'ini yozaman. U qanaqa bo'ladi? Bizga birinchi o'rinda stdout kerak. U tepadagi mana bu yerda yaratgan stdoutimizga reference bo'lish kerak. Shuning uchun mana bu ampersandni qo'yib qo'yaman. Demak, ion ichidan stdout. Mana bu yerda shift keyni bosadigan bo'lsam, type'ini ko'rishinglar mumkin. Ana shunga reference deyapman. Aytganimdek, har bitta variable type bo'lishi shart va bu bizga qanaqadir rezultat qaytaradi bu ham. Ana endi ichini yozishimiz mumkin. Va oxirida OK ni qaytaramiz. Tak, endi nima qilamiz? Chizish uchun birinchi o'rinda kursorimizni tepaga olib chiqishimiz kerak. Draw the top border deymizda. Execute chaqiramiz. Execute'da har doim biz stdoutni beramiz va kursorimizni eng tepaga, eng tepani pozitsiyasi 0 matritsa deb qaraydigan bo'lsanglar, birinchi row va birinchi column, ya'ni 0 va 0 x va y axis deb qarasak bo'ladi. Ana shu yerga move to degan komandni berib yuborishimiz mumkin. Uni biz import qilganmidik? Yo'q, qilmagandik. Nega xato bermayapti? Chunki mana bu yerda so'rovni qo'yishim kerak. Mana bu yerda command tochkani bossam, import degan naqa chiqib turibdi. O'shani bosamanda, move to ga biz pozitsiyani berib yuborishimiz kerak. 0 va 0 desam, ana shu 0-column va 0-rowga bizni chiqarib qo'yadi. Yana xato deyapti, chunki yana mutable demaganman. Mana bu yerda ham funksiyada qabul qilayotganda buni mutable deb qo'yishim kerak. Endi to'rt burchakni qanday chizamiz? To'rtta burchaklari maxsus bo'lish kerak. Mana bunaqa shakl bo'lish kerak. Prosta chiziqcha emas, ham pastga, ham tepaga yuradigan border bo'lish kerak. Uning uchun biz emojilardan foydalanishimiz mumkin. Demak, yozaman execute stdout va bu yerda ana shu borderni print qilishimiz uchun print degan komanddan foydalanaman. Uni ham import qilib yuboramiz va buni ichiga chizishim uchun men mana bunday qilaman. Control command space midi? Da. Mana shu yerda border desam chiqarmikin? Yo'q. Borada qayerdadir haligi chiziqchalar. Oti nima ekan? Arrow deb yozsam chiqarmikin? Yo'q. Mana taxminan mana shu, yo'q, bu slishkam kichkina ekan. Crap. Kattarog'ini topishim kerak. Mana shuni teskarisi bormi mana? Nima ham mana shuni oti? Anyway. Printni ham import qilaman. Уже import qildim. U chiqdi, taxmin qilishimiz mumkin. U chiqdi, keyin chap borderni chizdik. Endi boshidan oxirigacha chiziqcha chizishimiz kerak va oxirini buni teskarisi bilan yopib qo'yishimiz kerak. Demak, for loop ochishim kerak. Bizga indeks shart emas. 0 dan
Bizda tepada ochganimiz wits degan o'zgaruvchi bor. Shu 0 dan witsgacha execute qilamiz. Execute stdout va u yerga yana print komandasini chaqirib qo'yishim kerak. Va unga yana o'sha chiziqchani, mana bu chiziqchani berib yuborishim kerak. So'roq bilan propagate qilib yuborishim kerak. Qani errorni. Endi mana buni teskarisini copy qilaman va pastga paste qilaman-da. Mana buni teskarisini mana shu yerga biz kirgizib qo'yishimiz kerak. Mana bu. Sinab ko'ramiz, menimcha. Mana bu yerga drawboard deymanda stdout ni berib yuborsam. Mutable stdout ga reference berib yuborsam, xatolar yo'qoladi. Qayerdadir xato chiqyapti. Nima bu? Tak, bitta точка berib qolib ketibdi va mana bu yerda bo'ldi. Yani endi terminalimizga qaytamizda cargo run deymiz. Tepada ko'rib turishinglar mumkin, qiyshiq chizyapmiz nimagadir, chunki men noto'g'ri simbol tanladim. Men tayyorgarlik qilayotganimda tekshirganimda to'g'ri simbol bor edi qayerdadir. O'shani topa olmay qoldim. Yana bir izlanishimiz kerak. Tak, bormi yana mana bumidi? Qaysidir biri to'g'ri kelganidir rosa. Bu emas. Mana bu ingichkaroqmi deyman. Qaqadir saqlanib chiqib qo'ymaganmidim ish qilib. Haligisini ishlatib ko'raylikchi. Yo'qolib qoldi. Kichikroqini, может, kichikroqini ishlatganimiz ma'quldir mana buni. Nega qani sinab ko'ramiz hozir. Bu yerda ham shuni qilib ko'ramiz. Nima deb qidirgan edim? Men search qilib topgan edimda buni. Arrowmidi? Yo'q, arrow desam faqat mana bunaqa border desam chiqmadi. Nima deb qidirgan edim? Chatimiz qani? Corner bracket degandim. Hello. Ishlamay qoldi. Hell no. Adashmasam bitta bor ekan shekilli. Mashina sinab ko'raychi. There we go. Bitta bor ekan. Story'imni qolib ketgan ekan, history'imni qolib ketgan ekan. Cargo run. It's okay. Qani menimcha o'zim tayyorgarlik qilayotganimda mana bunaqa kichkina qilib ishlatgandim. Balki gap o'shandadir. Balki o'shanga ko'rinmagandir menga mana qiyshiqlik. Anyway, chidasa bo'ladi. Tak. Endi nima qilamiz endi?
Endi ikkita tarafini chizishimiz kerak. Chap taraf va o'ng tarafini chizishimiz kerak. Может, anaqani ham o'zgartirishim kerakdir. Mana bu o'rtasidagi chiziqchani semiz qilib olgandirman. Mana bu kichikroq variantini ishlatib ko'raylik. Ana endi ideal bo'ldi. Derazani ochib qo'ying. Ana endi yaxshi bo'ldi. Endi chap va o'ng tarafini chizsak, ishlarimiz yaxshi bo'lib ketadi. Ikkita monitorda har xil programmalarni boshqarish juda qiyin ba'zida. Tak, endi ikkita tarafini chizishimiz uchun biz tepadagi anondan foydalanishimiz kerak. Mana bu height funksiya konstantasidan foydalanishimiz kerak, chunki bizga mana shu bo'yini beradi. Tepada biz уже bitta qismini chizib qo'ydik. Borderimiz ham pastga ham yonga chizgani uchun bitta qismi уже band. Shuning uchun biz bitta kam chizishimiz kerak. Uning uchun for y deyman, in 1 deyman bu safar. Sababi aytganimdek bittasini уже chizib ketganmiz. Teng height deyman. Heightgacha borishimiz kerak oxirigacha. Va yana execute qilishim kerak. Execute deyman, std out. Kursorimiz bizniki o'ng tarafga ketib qoldi chizganimiz uchun. Endi uni pastga olib kelishim kerak. Move to deyman. Move to deymanda column 0 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Yo'q, x 0 bo'lishi kerak. X axis 0 bo'lishi kerak. Pastga ketadigan indeksimiz y orqali berilgan, shunga y deyman va unga biz print komandasini beraveramiz. Ana shu yerga move qilganda mana shuni chiz degan ma'noda va men haligini olaman copy paste qilib history'imdan yana noto'g'ri narsani chizib qo'ymasligimiz uchun. Ana endi chap tarafini chizdik. Endi uni o'ng tarafini chizishimiz kerak. O'ng tarafimiz esa x aksisda width +1 da joylashgan bo'ladi. Width +1 va aytganimdek columnimiz y indeks orqali berilgan bo'ladi. Men uchun mana shuni o'zi yetarli bo'lishi kerak. Sinab ko'ramiz, Cargoran. Ikkita tarafi chizildi уже. Endi mana bu yerga komment tashlab qo'yamiz. Draw the left and the right. Draw the sides. Draw the sides. Endi pastki qismini chizishimiz kerak. Draw the bottom border deymiz. Pastki chizishni qanday eplaymiz? Uning uchun biz yana pastga tushib olishimiz kerak, 0-x va height +1 bo'ladimi? Height +1 ga tushib olishimiz kerakda. Keyin mana bu qismini, mana busini chiz, mana buni pastki qismini chizishimiz kerak, mana bu borderni. Demak, birinchi execute qilamiz. Std out. Move to nima dedik? 0 va height. Z ham уже anaqa qilyapti. Takliflar berishni boshladi. Z ga ham уже ancha AI tiqib qo'yishgan. Tak. Move qilamizda. Endi mana shu yerda haligini chizishimiz kerak. Execute. Print. Va men o'zimga kerakli bo'lgan shaklni olib copy va paste qilaman. Buni print qilganimizdan keyin endi chiziqchalarimizni chizishimiz kerak. Uning uchun bizga for loop kerak. For index shart emas. In deyman 0 dan width gacha borishimiz kerak. Va chiziqchalarimizni mana bu yerdan copy paste qilishimiz mumkin. Уже chizib bo'lgan edik. Endi buni yopib qo'yishimiz kerak. Execute std out va print deymanda o'zimga kerakli bo'lgan shaklni olib kelib olaman.
Ana endi test qilishimiz mumkin. To'rtburchagimiz chizildi. Tak. Savollar bormi shu paytgacha? Chatga qarab qo'ying. Chatni qayerdan topaman? Pop out. Tak, qayerdan qiladi bular? Box drawing has, okay. Akani kayfiyati zo'r. Akani kayfiyati har doim zo'r. Bitta savolim bor, nega haligacha startap qurmagansiz yoki qurgan bo'lsangiz nomini aytib o'ting va unga batafsilroq ma'lumot bera olasizmi? Nega aynan startap qilmaganimizning sababi vaqt yo'q, kuch yo'q, pul yo'q. Juda ham oddiy. Oilani bir bola qilib boqish kerak. Startap boshida pul bermaydi. Hozir kichkina biz proyektcha qilyapmiz, Scalapus. Har xil treninglar, mana shunaqa streamlar, master klasslar, kurslar, premium maqolalar yozishni boshlamoqchimiz. Mana bu yerda bo'ladi. Eski versiyasini sal boshqacharoq qilib organizatsiya qildik. Hozircha ikkita kursim bor meni. Building your own web Python web framework. Ikkalasi ham sal beginner emasroq kurslar. Ya'ni oldin qanaqadir frameworkni ishlatib, qanaqadir loyiha qilganlar uchun zo'r tushadi. O'sha ishlatgan frameworklar, ORM'lar ichida qanaqa ishlashini taxminan tushunib olish uchun o'rgansanglar bo'ladi. Mana shu ikkita kurs bor. Hamjamiyatlar ro'yxati nega chiqmayapti? Endi chiqdi. Ikkita hamjamiyat bor. Humoyunniki bor, frontendchi, meniki bor. Hozircha meniki bepul. Ya'ni xohlagan odam xohlagan maqolalarini bemalol o'qishi mumkin. Keyinchalik kontentlarni ko'paytirganimda, Telegram kanalimda yozolmagan kontentlarimni bu yoqqa olib mana shu yerda yozishni boshlayman. Uzun Telegramda o'zi yozganimda bir 10 minut vaqtim ketadi. Birorta fikr kelsa, shunda o'tiraman, shunda Telegramda yozib qo'yaman, jo'nataman. Bu yerda ko'proq o'ylab, premium darajadagi maqolalar yozishga harakat qilaman. Ana shular pullik bo'ladi, menimcha. Ko'ramiz. Arzimagan pul bo'ladi, 30 ming, 50 ming oyiga. Faqat maqola o'qish emas, undan tashqari boshqa plyuslari ham bo'ladi uni. Masalan, faqat hamjamiyat a'zolari uchun alohida stream, alohida AMA, alohida master klasslar o'tishga harakat qilamiz, u keyinchalik. Mana shu startapga kichkina loyihachamiz, startapga o'xshaydimi, o'xshamaydimi? Ko'ramiz, umuman foyda olib keladimi, yo'qmi? Vaqt ko'rsatadi, lekin harakat qilyapmiz. Kurslarni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Tak. Nimaga salom yangilarga. Rust buncha qiyin. Rust boshiga qiyin bo'ladi, to'g'ri. Umuman olganda Rust, C++, umuman o'sha lower level tillar, boshqa Python, PHP, JavaScriptlarga o'xshagan high level tillarga solishtirsangiz qiyinroq bo'lishi aniq, chunki ularda ko'proq ish qilishga majbursiz, lekin ularning foydasi ham Python, PHPlarga nisbatan ko'proq. Realm 4 ni ham sinab ko'rsangiz bo'ladi. Realm 4 nima ekan? Realm 4. Frontend Masters, uncha bilmayman Frontend Masters nimaligini. Juniorlarga tavsiya beringchi. Bular hamma boshqa savollarni loyihani qanaqadir bir yaxshiroq ko'rinishga kelganimizda ko'proq to'xtalib o'taman. Alohida AMA session qilamiz. Ungacha kod yozamiz. Kod yozish kerakligini sababi esa menimcha shunaqa loyihalarni, endi biz hozir kichkinasidan boshladik. Mana shu loyihalarni boshidan oxirigacha yozib ko'rsatib beradigan resurslar kam.
Shunga menga qiziq, qanaqadir birorta loyihani tanlab, boshdan oxirigacha live coding qilib ko'rsatib berish. Rustni noldan o'rganishimiz mumkin. Mana bunaqa qilib for loop qilasizlar, mana bunaqa qilib variable yaratasizlar deyish mumkin, lekin menga sal qiziq emas ular. Sizlarga qiziqmi yo'qmi bilmadim. Fikringlarni qoldirsanglar bo'ladi. Tak, kodimizni yozaylik. Demak, to'rtburchakni chizdik. Endi ilonchani chizishimiz mumkin. Ilonchani hozir notlarimni ochib olaylik, qana ilonchamiz. Iloncha o'zi nima degani? Iloncha shunchaki bizda matritsa bor, to'g'rimi? X aksis va Y aksis bor. Ana shu matritsani ichida qaysidir tochkalarida ilonchani kallasi bilan body qismini chizishimiz kerak. Ya'ni kodda yozadigan bo'lsak, masalan, ilonchani bildirish uchun bitta struct ochamiz. U boshqa tillarda klassga taxminan to'g'ri keladi. Snake degan struct ochaman. Unda body bo'ladi. Body'si esa pozitsiyalarni to'plami, to'g'rimi? Pozitsiyalarni bildirish uchun bitta struct ochaylik. Struct deymanda position deyman. Struct position. Unda x axis bo'ladi va uni qanaqasi u16, y axis bo'ladi, unda ham u16. Snake ga keladigan bo'lsak, unda body'si bo'ladi. Body'si positionlar to'plami. To'plamni vec orqali ifodalasak bo'ladi. Mana. Bizda snake bor va unda body bor. Body'si positionlar to'plami dedik. Va kelinglar default holatda, ya'ni o'yinni yangi boshlaganinglarda 3 ta positionda snake ni chizaylik. Ya'ni snake ni uzunligi 3 tadan iborat bo'lsin. Bitta kalla va 2 ta body. Buning uchun biz snake structimizga bitta metod qo'shsak bo'ladi. New degan bizga o'sha anaqamizni o'rtasidan, to'rtburchagimizning o'rtasidan 3 ta pozitsiya tanlab beradigan funksiya. Impl snake deymiz. Fn new. U new bizga yangi snake qaytaradi. Yangi snake qaytaradi. Uni self deb ifodalashimiz mumkin. Rustda hech qanaqa parametr olish shart emas. Snake deymanda. Snake. Va uning ichida body bo'ladi. Body'da 3 ta position bo'ladi. Vektor yaratish uchun vec degan makrodan foydalansak bo'ladi. Unga 3 ta position berib olamiz. Birinchi positionimiz eng o'rtada bo'lsin, ya'ni x width bilan height bo'lsa, width bo'lingan 2 va y height bo'lingan 2 bo'lsin. Tak, noto'g'ri format qildi. Tak, position deymizda. Endi ikkinchisi u bitta orqada bo'lishi kerak, bitta chap tarafda bo'lishi kerak. U degani width bo'lingan 2 minus 1. Height o'zgarmaydi, to'g'rimi? Chunki biz bitta qatorda chiqarmoqchimiz. Y esa height bo'lingan 2 deymiz. Tak, tochka emas, variable va undan oldingisi esa minus 2 bo'ladi. Bizga z avtomatik format qilib berdi. Ana endi anaqaga o'tishimiz mumkin. Main funksiyamizga o'tib, ana shu snake ni draw qilib ber deyishimiz mumkin. Uning uchun mana bu yerda draw snake degan funksiya chaqiraylik. U ham taxminan anaqaga o'xshagan bo'ladi, nargi metodimizga o'xshagan bo'ladi. Faqat u stdout dan tashqari snake ni ham qabul qiladi. U prosta snake ga reference bo'lsa yetadi, chunki bizga reference dan tashqari hech narsa shart emas. Bu yerda emas, type'ini biz definitionda beramiz, bu yerda berilmaydi. Tak, fn draw snake deyman va mana buni copy paste qilamiz. Birinchi argumenti bir xil, ikkinchi argumenti esa snake, snake'ga reference. Bu ham rezultat qaytaradi. Va funksiyani body'sini yozishimiz mumkin. Demak, snake ni qanday chizamiz? Bizda snake ni body'si bor. Body'si orqali for loopda iterate qilamizda,
ana shu for loopni ichida keyin boshini boshqacha ikonka bilan chizamiz va body'sini boshqacha ikonka bilan chizamiz. Yana bitta narsa, kerakli joyda biz chizishimiz uchun birinchi o'rinda kursorimizni qayta turgan bo'lishidan qat'iy nazar kerakli joyga move to qilishimiz kerak. Demak, yozamiz. Bizga ham index, ham body'ning ichidagi naqa kerak. Position kerak. Uning uchun biz enumerate degan funksiyadan foydalanishimiz mumkin. Vektorning ichidagi ham index, ham elementni olishimiz uchun. For deyman, I element deyman, in snake'ni body'sini iterate qilmoqchimiz va enumerate qilmoqchimiz. Rastda berilayotgan type'ga qarab kerakli funksiyalar o'zi accessible bo'ladi. Body'imiz vektor edi. Vektorda iter degan funksiya bor, iterda esa enumerate degan funksiya bor. Demak, birinchi o'rinda biz kursorimizni ana shu joyga move qilishimiz kerak. Kerakli pozitsiyaga move qilishimiz kerak. Demak, move to deyman. Bizda chap tarafimizda border bo'lgani uchun +1 qilib qo'yishim kerak yana. Demak, element deyman, element x va element y deymizda mana shularga +1 qilib qo'yishimiz kerak. To'g'ri joydan chizishi uchun. Hatto off by 1 error chiqadi bizda. Va mana bu yerda okni return qilib yuborishim kerak. Shunda errorimiz yo'qoladi. Endi kerakli joyga move qildik, endi chizishimiz kerak. Aytganimdek, boshini boshqacharoq, body'sini boshqacharoq chizamiz. Comment qoldiraylik. Draw the head differently. Headni bilishimiz uchun biz birinchi elementmi yo'qligini tekshirsak yetadi. Agar birinchi element bo'lsa, u head. To'g'rimi? Shuning uchun execute deymiz va stdout ga print komandasini beraveramiz. Men o'zimga kerakli bo'lgan joydan haligi elementlarni olib olaman. Copy va paste. Else deyman. Mana buni copy paste qilamizda. Body deymiz. Yana men o'zimga kerakli bo'lgan qani bizni ilonni boshi. Mana boshi mana bunaqa to'lgan circle bo'lsin, body esa mana bunaqa bo'sh circle bo'lsin. Menimcha mana shuni o'zi yetarli bo'lishi kerak. Faqat bitta narsa, stdout ni ishlash prinsipi shunaqa. Stdout ga mana execute'lar qilyapmiz. U o'zida buffer saqlaydi. Buffer to'lgandan keyin chiqaradi. Uni biz majburan ekranga chiqarish uchun stdout flash qilib yuborishimiz ma'qulroq. Har doim ham foyda bermasligi mumkin, ma'qulroq. Har doim to'g'ri ishlash uchun flash qilib yuborsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana bu yerda esimizdan chiqqan ekan. Mana shunga mana bu yerga ham stdout flash deb yozib qo'yishim kerak. Shunda bufferni, o'zida saqlab turgan bufferni tashqariga chiqarib oladi, bo'shatadi. Ana endi cargo run deb yozadigan bo'lsam, xato topdi. Biz snake ni anaqa qilmabmiz. Ishlatishga ishlatib qo'yibmiz, lekin declare qilmaganmiz. Declare qilishimiz uchun mana bu yerda snake deymanda biz tepada yozgan snake ni new degan funksiyasini chaqirib qo'ysak bo'ldi. Yana nima deyapti? Mismatch, reference degan edik, shunga reference qilib qo'ysak bo'ldi va rezultatni propagate qilib yuborishimiz kerak. Shunda warninglar ham yo'qoladi va mana bu yerda cargo run desam, mana bizda iloncha chizildi. Boshi sal boshqacha, body'si sal boshqacha. Tak, savollarga qarab qo'y. Live coding ancha qiziqroq va tez foydasini ko'rsa bo'ladi. Menimcha ham shunaqa. Dumini ham boshqacha qilgan, body'sini ham boshqacha qildik. Tak, CPP dan kattaroqmi lib supportlari? CPP haqida umuman ma'lumotga ega emasman. Bilmayman umuman. Shu paytgacha kerak bo'lmagan.
Bunaqa streamlarga qunt va vaqt topishingiz yaxshi. Menga o'xshab dangasalashib ketganlar bor. Bunaqa ishlarga hafsala qila olmay yurgan. Javaga qanday qaraysiz katta kompaniyaga ishga kirish uchun? Juda ham foydali katta kompaniyalarga ishga kirish uchun. Juda ko'p joyda ishlatiladi. Demak, kodimizga qaytsak bo'ladi. Boshqa kod bo'yicha savollar yo'qqa o'xshayapti. 3-stepimiz. Tak, 3-step. Uchinchi stepimiz foydalanuvchidan inputni qabul qilib olish ekan. Ya'ni o'sha arrowni tepaga, pastga, o'ngga, chapga bosganda biz uni qabul qilib olishimiz kerak. Streamni boshida ko'rdik. Event degan cross termda, hali meni xarobim. Cross termda event degan module bor. Modulening ichida mana shuning ichida poll degan funksiyasi bor. Ya'ni har qanchadir millisekundda yoki sekundda o'zingiz belgilaysiz buni. Eshitib turadi. Agar user keyboardda bosgan bo'lsa, ana shuni biz eshitib olishimiz mumkin. Va bosgan knopkaga qarab kerakli o'zgarishlarni qilishimiz mumkin o'zimizning o'yinimizda. Kelinglar, uning uchun quyidagicha ish qilaylik. Mana bu yerda to'rt burchagimiz pastroqda yo'q. Qilaylik birinchi. Chizdik, boardni chizdik, snake'ni chizdik. Endi loop ochib userning inputlarini eshitib tursak bo'ladi. Loop deyman, bu anaqa cheksiz davom etib turadigan loop, chunki o'yinimiz tugashini biz ichkaridagi logikaga qarab hal qilamiz. For loopga o'xshab qanaqadir oxirgi indeksi yo'q bunda. Xo'p, endi pollni ishlatishimiz mumkin. Event tepada ko'rgan funksiyamizni, mana bu yerda ko'rgan funksiyamizni ishlatishimiz mumkin mana buni. Buni ishlash prinsipi mana bunaqa. Poll deymizda, ichiga duration berib olishimiz kerak. Duration deymanda millisekund berib olaman, chunki iloji boricha tezroq reaksiya qilishimiz kerak. Tak, s millis deymizda, necha bo'lsin? 100 deylik. Har 100 millisekundda eshitib tursin userni qilayotgan anaqasini. Poll rezultat qaytargan uchun so'roq berib tepaga chiqarib yuboraman errorni va uni ichida endi bosilgan narsa nimaligini aniqlab olaman. If deyman, if biron narsa bosilgan bo'lsa degani bu. Event key degan event bor. Key bosilgan bo'lsa, uni ichida bu adashmasam hozir kerakli narsalarni save qilib import qilib olishimiz kerak. Nima xato deyapti? Arguments to this function are incorrect. Yeah? Event poll. Menimcha to'g'ri narsani import qildim. Yoki mana uni o'zida event bormidi? Menimcha noto'g'ri narsani import qilganman. Endi-chi Anyway, kodni yozib olganimizda, hozir mana bunaqa narsada kodimiz tugagani yo'q. Mana bu yerda masalan ifni yozib qo'yganmanda hali body'sini ochganim yo'q va hokazo. Shunda Rustni compiler adashib ketishi mumkin. Birinchi to'liq yozib olib, keyin bitta-bitta xatolarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Keyin ichida key event degan qismi bor. Uning ichida esa code bor va yana bitta narsasi bor. Hozir ko'rsataman. Lekin ular muhim emas. Shuning uchun mana bunaqa ikkita tochka orqali ignore qilib olishim mumkin. Ularning hammasi mana bu eventni read degan funksiyasidan keladi. O'qib oldik. O'qib olganimizdan keyin mana kodni olib oldik. Endi kodni boshqa tillarda switch loop bor, Rust esa match bor. Match orqali nimaga tegishliligini belgilab kerakli actionni qilishimiz mumkin. Masalan, key kodimiz app bo'lsa, ya'ni siz tepaga arrowni bosgan bo'lsangiz, nima qilaylik?
biz anaqa yo'nalishimizni o'zgartirishimiz kerak, to'g'rimi? Snake ketyapti, tepaga bossangiz tepaga ketish kerak. Uning uchun tepada ochgan snake structimizga bitta funksiya yozib qo'yaylik, chunki o'sha funksiyani любой arrowni bosganda ishlatsak bo'ladi, to'g'rimi? Uning uchun biz mana buni kommentga olib turamiz, compiler adashib ketmasligi uchun va mana bu yerda anaqa ochamiz, yangi funksiya ochamiz. Otini deylik change direction deymiz. Bu anaqa qiladi. Body'sini yo'q, direction'ini biz bilishimiz kerak ekan. Body'siga biz tegmaymiz. Uning uchun mana bu yerda anaqa qilishimiz kerak. Alohida yangi o'zgaruvchi ochishimiz kerak, to'g'rimi? U direction esa yana bitta yangi narsa o'rganar ekanmiz. Enam direction deymizda. 4 ta bo'ladi. Up, down, left, right. Bitta o'zgaruvchi bor, u o'zgaruvchi 4 ta valuedan iborat bo'lishi mumkin xolos. Boshqa valuening ilojisi yo'q, to'g'rimi? Directionda. Shuning uchun ham enam ishlatishingiz mumkin bu yerda. Mana bu yerda direction deb saqlab qo'yamiz. Endi change direction, ana shu directionini o'zgartirib qo'yish kerak xolos. Faqat bitta narsani hisobga olishimiz kerak. Masalan, tepaga ketayotgan bo'lsangiz, pastga yurishning ilojisi yo'q. Faqat chapga, o'ngga va tepaga keta olasiz xolos. Yoki masalan o'ngga ketayotgan bo'lsangiz, srazu orqaga, chapga qaytish mumkin emas. Ana shuni hisobga olib qo'yishimiz kerak. Buning uchun self deyman. Birinchi argumenti self, chunki o'zini ichidagi directionni o'zgartiramiz. Shuning uchun ham bu mutable. Va yangi direction kerak bizga. New direction. Hech narsa qaytarmaydi, shunchaki o'zini ichidagi direction o'zgaruvchisini o'zgartirib qo'yadi xolos. Demak, haligi logikani yozamiz. Opposite direction deymiz. Uning uchun biz self directionni match qilamizda. Aytamiz, agar downga qarab ketayotgan bo'lsa, uni opposite up bo'ladi. Direction up yoki teskarisi. Agar tepaga qarab ketayotgan bo'lsa, uni teskarisi down bo'ladi. Yoki chapga ketayotgan bo'lsa, uni teskarisi right bo'ladi va uni aksi right direction left bo'ladi. Ana endi tekshiramiz. Agar yangi directionimiz opposite directionga teng bo'lmasa, u valid direction hisoblanadi, ya'ni to'g'ri direction hisoblanadi. Shuning uchun ham self direction teng new direction deb qo'yishimiz mumkin. Nima deyapti? Binary operation cannot be applied to direction. Tenglashtira olmayman bir-biriga deyapti, chunki bizni direction enamimiz custom enam o'zimiz yozdik. Uni bir-biriga tenglashtirish uchun Rustda mana qilib qo'yishimiz kerak. Derive partial equal deb qo'yishimiz kerak. Buni qanday boshqa tillarda interface deyiladimi? Javalarda masalan direction enamimiz partial equal degan makroni implement qiladi degani. Ya'ni directionni bir-biriga tenglashtira olamiz degan u degani. Shuning uchun ham mana bu yerdagi error yo'qoldi. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi mana bu yerda xatoni to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Biz yangi o'zgaruvchi qo'shdik. Body'ni yaratganmiz. Endi direction. Birinchi u o'ng tarafga ketishda yangi o'yinni boshlaganingizda faqat o'ng tarafga ketsin. Shuning uchun ham default value berib qo'ydik. Endi mana bu yerda loopimizni davom ettirishimiz mumkin. Demak, tepaga bosdinglar. Snake deyman. Change direction deymiz va yangi directionni beraveramiz. Yangi direction up. Va buni copy paste qilamizda. Agar past bosilgan bo'lsa, direction ham pastga bo'lishi kerak. Va chap bilan o'ngga ham xuddi shunaqa. Tak, buni qildik. Nima qilmoqchi edim bu yerda, esimdan chiqdi.
va anaqa holatni ham nima deydi? Mana shu 4 ta knopkadan tashqari boshqa narsani bosgan bo'lsa ham uni ham hisobga olib qo'yishimiz kerak. Endi mana knopkani qaysi knopkani bosganga asoslanib biz direction'ni o'zgartirdik. Uni effektini hozir nima qilsak bo'ladi? Kelinglar bunday qilamiz. Mana bu yerda instruksiya yozaylik va pastroqda qaysi knopkani bosayotganini chiqarib turaylik. Uning uchun bunday qilamiz. Execute deymiz. Std out print deymiz. Yo'q, print qilishimizdan oldin biz birinchi o'rinda move to qilishimiz kerak. Std out. To'rtburchakdan ozgina pastroqqa tushishimiz kerak. Uning uchun move to deyman. Column 0 qolsa bo'ladi va height +3 deyman. Sal pastroqqa tushiryapman xolos. Va print qilamiz. Use arrow keys to change the direction. Press Q to quit deymiz. Buni ham hozir implement qilib qo'yishimiz mumkin ekan. Mana bu yerda so'roq esa chiqmasin. Q ni bossa o'yin tugashini qilib qo'yaylik. Uning uchun bunday qilamiz. Keycode char degan option bor. Deymanda. Quit degani nima degani? O'yin tugadi degani, loop tugadi degani. To'g'rimi? Mana bu o'yinning loopi. O'yinning main loopi. Q ni bossa ana shu loopdan chiqib ketishimiz kerak shunchaki. Break deyman. Key kodlarni endi import qilib qo'ysak bo'ldi. Import. Nima deyapti bu yerdan? From milis demoqchiman men. S emas, from milis ekan. Tak, snake cannot mutate immutable variable. Qani biz buni ham mutable qilib qo'yishimiz kerak. Yana taxminan anaqamiz yozdik. Endi har bitta knopkani bosganda tepadagi instruksiyaning yoniga direction o'zgarganini bildirish uchun bitta note qo'shib qo'yamiz. U o'sha instruksiyani pastida bo'lsin. Buning uchun biz execute deymizda. Std out move to 0 va height +4 deymiz, chunki instruksiyamiz +3 deydi. Buni +4 qilamizda. Tak, execute std out print deymiz. Nima demoqchiman? Current direction deymizda. Ana shu tepadagi directionni ko'rsatib qo'yamiz. Uning uchun formatdan foydalanishimiz mumkin, chunki biz o'zgaruvchini tekstning ichiga tiqmoqchimiz. Current direction deymiz va snake'ni directionini berib qo'yamiz. Direction doesn't implement FMT display. Naqsamchi print qila olmayman deyapti. Doesn't implement demak. Mana bu yerda partial equaldan tashqari biz debugni ham implement qilib qo'y degan ma'noda aytib qo'yishimiz kerak. Shunda bizda print qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Error yo'qoldi. Va tepada biz yangi narsalar chizganimiz uchun har bitta loopni tagida std out ni flash qilib olishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Nima esdan chiqdi? Sinab ko'ramiz. Instruksiyamiz chiqdi. Faqat anaqani qabul qilmayapti. Inputlarimizni qabul qilmayapti. Sababi mana bunaqa narsa bor cross termda. All items degan narsa bormi? Qani all items. All items. O'sha yerda raw mode degan narsa bor. Raw mode
By default, the terminal functions in a certain way. For example, it will move the cursor to the beginning of the next line. Xullas, terminalni o'zini qanaqadir xususiyatlari borda, xalaqit qiladigan. Mana shu yerda o'qishinglar mumkin. Ana shularni biz vaqtincha o'chirib turishimiz kerak. Uning uchun mana bu yerda enable raw mode, disable raw mode degan tayyor funksiyalar bor. Ana shularni biz tepada o'yinimiz boshlanishidan oldin chaqirib qo'yishimiz kerak. Mana bu yerda masalan hide qilishimizdan oldin enable raw mode deb boshida enable qilib qo'yaman va eng oxirida o'yinimiz tugagandan so'ng qayerda mana shu yerda disable raw mode disable raw mode deyman. Bizga endi mana bu sleep kerak emas, chunki bizda o'sha asosiy loopimiz bor. Biz mana bu narsani orqaga qaytarib qo'ysak bo'ldi ekan, chunki biz hamma narsani yashirib qo'ygan edik. Cursorimiz e'tibor bergan bo'lsanglar, o'yin tugagandan keyin mana chiqib ketdim o'yindan, cursor yo'qolib qoldi. Yozsam ham mana ko'rinmayapti cursor. Chunki biz mana bu yerda hide qilib qo'ygan edik. O'shani biz yana nima deydi? Ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Uning uchun execute std out hide ni teskari show bo'ladi. Shuni show qilib qo'ysak bo'ldi. Ana endi cargo run deb turib anaqalarimiz o'sha qabul qilyapti. Ko'rgan bo'lsanglar, directionimiz o'zgaryapti va Q ni bossam, o'yinimiz tugadi va cursorimiz paydo bo'ldi. Hammasi joyida. Tak, savollar bormi, yo'qmi? Bu yil AOC yechitmadingizmi aka? Yechdim. 2 tami yechdim adashmasam. 2,5 yechibman. Shunga vaqtim bo'ldi. Boshqasiga vaqtim bo'lmadi. Uchinchisi qiziq ekan. Men brute force qildim. Brute force qilganim uchun part 2 ga kodim ishlagani yo'q. Boshqatdan o'ylashga to'g'ri keldi. Kodni o'ylab qo'ydim, hali kodni yozishga vaqtim bo'lmadi. Eng katta 2 xonali sonni topishimiz kerak edi. Men prosta brute force qilib chiqdim. Har bitta 2 xonali sonni kombinatsiyasini tekshirib chiqdim. Part 2 da esa 2 xonali emas, 12 xonaligida adashmasam. 12 xonali bo'lgani uchun har bitta 12 xonali sonni men tekshirib chiqqani erindim, ya'ni brute force qilishga. Shunga qanaqadir optimalroq solution'ni o'ylashga majbur bo'ldim. Taxminan kallamda yechdim. Masalan, 2 xonali eng katta sonni topishimiz uchun biz chap tarafda turadigan sonni maximize qilishimiz kerak. Ya'ni mana bu yerda 9 ni ko'rdikmi, mana shuni olishimiz kerak. Chunki 9 dan kattaroq son bo'lishi mumkin emas. Va 2 xonali bo'lgani uchun mana bu yergacha tekshirishimiz kerak, to'g'rimi? Mana bu oxirgisidan tashqari hamma sonni tekshirib chiqishimiz kerak. Mana shuni eng kattasini topsak, o'ng tarafda turgan sonni bu ikkilamchida aytmoqchi bo'layotgan gapim. Keyin xuddi shu formulani 12 talikka bir baloq qilib o'zgartirsak bo'ladi menimcha. 12 taligini masalan eng uzunini topish uchun yana chapdan boshlaymizda, faqat bu safar oxirgisidan tashqari emas, 11 tasidan tashqari bo'lgan sonlarni consider qilishimiz kerak. Menimcha, aniq bilmayman. Xullas, vaqtim bo'lmadi kodni yozishga. Tak. Nima qilyaptik? Inputlarni oldik. Endi shu inputlarga asoslanib anaqani o'zgartirishimiz kerak. Ilonchamizni. Qani meni notum. Note. Making the snake move automatically. Demek. Mana bu yerda biz oldik, direction'ni o'zgartirdik. Direction'ni o'zgartirganimizdan keyin biz pozitsiyalarni boshqatdan chizib chiqishimiz kerak. Sovuq bo'lib ketdi, derazani yopdim. Pozitsiyani o'zgartirishimiz kerak. O'zgartirishimiz uchun biz
har nechidir millisekundda o'zgartirishimiz kerak, to'g'rimi? U degani bizga yana bitta konstanta kerak. Tick rate degan tushuncha bor, menimcha game programmingda. Deylik 150 millisekund bo'lsa, har 150 millisekundda ilonchamiz yurish kerak, yo default directionida, yo o'zgargan directionda. Mana buni kamaytirsak menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Tezroq qimirlashimiz uchun 10 deylik, 100 emas. Endi mana bu yerda mana yangi directionni oldik. Endi yangi directionga asoslanib chizishimiz mumkin. Boshqatdan ilonimizning pozitsiyasini. Nima qilamiz? Kelinglar, menimcha ilonimizning struct bor edi tepada. Ana shu structga yana bitta qo'shimcha funksiya yasaylik. U funksiya o'sha hozirgi directionida nima qilsin u funksiya? Xullas, body'sini o'zgartirish kerak. To'g'rimi? Bizda head 0-pozitsiyada turgan bo'lsa, 0-pozitsiyaga biz yangi directionda pozitsiya tiqib qo'yishimiz kerak. Yo o'sha default o'ng tarafga ketayotgan bo'ladi yoki qanday qilamiz buni? Menimcha kodni yozishni boshlayman. Nima deyman? Move forward hech qanaqa o'zidan tashqari argument talab qilmaydi va hech narsa return qilmaydi. Yozamiz. Let head deymiz. Self body 0 deymiz. Endi new headni belgilab olishimiz mumkin. New head esa directionga bog'liq. Let new head deyman. Match self direction. Self direction up bo'lsa yangi head tepaga ketyapti, to'g'rimi? Tepaga ketyapti. U degani biz y aksisni bittaga kamaytirishimiz kerak. To'g'rimi? Ya'ni position yaratamizda. Uni x'i hozirgi x bilan bir xil bo'ladi. Hozirgi headni pozitsiyasi bilan bir xil bo'ladi. Y esa bittaga kam bo'lishi kerak. Head y minus 1. Pastga ketayotgan bo'lsa, nabarot. X o'zgarmaydi yana. Y esa bittaga ko'p bo'lishi kerak. O'ng bilan chap logikasi xuddi shunaqa, faqat x o'zgaradi bu safar, to'g'rimi? Agar chapga ketayotgan bo'lsa, x bittaga kamayishi kerak. Head x minus 1. Head y o'zgarmasligi kerak. Right ham xuddi shunga o'xshab ketadi. Right faqat plus 1 bo'ladi. Mana new headni oldik. Endi biz u new headni body'ni boshiga tiqib qo'yishimiz kerak, qo'pol qilib aytganda. Self body insert 0 made new head. Va eng oxirdagi dumini olib tashlashimiz kerak. To'g'rimi? Hozircha hali biz footni tiqqanimiz yo'q. Agar footni yesa, olib tashlamasligimiz kerak. Hozircha esa foot yo'q, shuning uchun ham self body pop deb qo'yamiz. Taxminan shunaqa. Nima deyapti? Self body cannot move out of index. Copy'ni implement qil deyapti. Body'imiz positiondan tashkil topgan vektorda, shunga bunga ham derive deymiz, clone va copy'larni implement. Buni tushuntirish ko'p vaqt oladi. Rastni boshqatdan o'rganib chiqishimiz kerak uchun shunga hozircha shundaylikcha qabul qilib turamiz.
Tak, bo'ldi, hamma narsa. Move forward ni yozdik. Endi ishlatishimiz kerak buni albatta. Tak, qani biz if statementimiz. Mana bu yerda biz pozitsiyani yangisini egallab olgan edik. Endi biz move forward qilib boshqatdan ilonimizni chizib chiqishimiz kerak. Va u narsa har 150 millisekundda sodir bo'lishi kerak. To'g'rimi? Buning uchun bunday qilamiz. If deymiz. If bizga oxirgi tickni vaqti kerak. Buning uchun mana bu yerda let last tick deymanda instant now deyman. Hozirgi vaqtni olaman. Qani? Agar last tickimiz elapse degan metodi bor. 150 millisekunddan o'tib ketgan bo'lsa, katta yoki teng deylik. Nima edi? Tick rate'midi? Tick rate. 150 millisekunddan o'tgan bo'lsa, endi snake'ni qimirlatamiz. Snake deymiz, move forward deymiz. Va boshqatdan uni chizishimiz kerak. Shunchaki biz tepadagi vektorni o'zgartirib qo'yishimiz yetarli emas. Uni boshqatdan boardning ichida chizishimiz kerak. Uning uchun draw snake'ni chaqirib qo'ysak bo'ldi. Draw board emas. Draw snake. Nima deyapkan? Great. You must duration qilaylik. Duration from millis. Shunda bir-biriga tenglashtirishimiz mumkin. Ha, draw snake qildik. Endi taxminan qilishimiz kerak. Ishlash kerak. To'g'rimi? Hech narsani esimdan chiqarmagan bo'lsam. Stop. Слишком tez chizib yuboryapti. Nega слишком tez chizib yuboryapti? Mana bu logika to'g'rimi? Last tick elapse tick rate'dan katta bo'lsa. Ha, yangilamabman. Last tick instant now. To'g'rimi? Yangilab qo'yishim kerak. Chunki 150 millisekund o'tdi, unga solishtirdik. Katta bo'lgani uchun kerakli ishni qildik. Endi uni yangilab qo'yishim kerak. Bo'lmasa mana bu har doim true bo'lib qoladi 150 millisekunddan keyin. Nima deyapti? Mutable. Tepaga chiqib buni ham mutable qilib qo'yishim kerak. Ana. Nimadirlar? Tak, nima ishlamayapti bu yerda? Orqadagi chizilganlarni tozalab qo'ymayapmiz, to'g'rimi? Uzunligicha qolib ketyapti. Mana buni hal qilish qiyin bo'ladi. Chunki u terminalga bog'liq, adashmasam, mana bu column bilan width'ni o'rtasidagi space har xil. Columnda ko'proq. Bu menimcha terminalga bog'liq. Uni shundaycha qoldirib turamiz. Lekin mana buni tozalashimiz kerak. Biz yangi ilonni chizyapmiz, lekin eski body'sini o'chirib yuborayotganimiz yo'q. Demak, mana bu yerda clean up qilishimiz kerak. Clean up. Clean up degan nima degani? Snake'ni draw qilishimizdan oldin polностью hamma narsani olib tashlashimiz kerak borderdan tashqari. To'g'rimi? Buning uchun for y in bitta minus qilishimiz kerak, chunki borderimiz bor va for x in width deyman. Mana shu yerda ana shu yerga move qilib turib, keyin tozalab qo'yishimiz kerak. Tozalash uchun prosta print qilib qo'ysak bo'ldi. Execute steady out move to xy va print. Pustoy print. Ana endi sanab ko'ramiz. Ishlayapti.
iloncamiz ham yuryapti. Faqat hozir u borderdan tashqariga chiqib ketaveradi, adashmasam. Chunki biz uni hali handle qilganimiz yo'q. Ketdi polvon. Ilonchamiz. Biz faqat borderning ichini tozalayapmiz xolos. Tashqarisini tozalayotganimiz yo'q. Q'ni bossam o'yin tugaydi. Where are you now degan qo'shiq bor edi. Tak, aka dasturchi sifatida yangi darajaga chiqsa asosiy yo'nalishdan tashqari low level tillarni, masalan C yoki Rustni o'rganish qanchalik muhim? Qaysidir darajaga yetganingizda juda muhim. Boshida muhim bo'lmasligi mumkin. Boshida faqat ishni qilish talab qilinadi. Keyinchalik muammolarning qiyinchiligi kattalashgan sari pastroqqa qarashga majbur bo'lasiz baribir. O'shanda o'sha low level tillar o'rgatadigan muhim konseptlar foyda beradi katta. Snake positionda vektor. Tick interval maybe, tick rate odatda time interval emas, frequency bo'ladi adashmasam. Tick interval. Bitta narsa emasmi? Tick interval, tick rate. Anyway, muhim emas. Ishlasa bo'ldi. Nima qilamiz endi? Soatimiz 1,5 soat уже gaplashib qo'yibmiz. Yani tomoqlarim og'rib ketdi gapirib. Boshqa ishlarga ham vaqt ajratishimiz kerak. Menimcha shu yerda to'xtaymizda, keyingi safarga qoldiramiz. Keyingi safarni juma yoki shanba qilamiz.